Allah ana. Ikkalasi ham qo'chqorcha. Ularga boradi. Boshida. Ularga boradi tug'adi qo'y. Mashinada tug'ib olmasa akalar, qarang, 3 ta bolasi bilan aka, mana 3 ta bolasi bilan ko'ring. Video davomida to'liq ma'lumotni berganman aka bularni. Shular 3 tomonda ham yozib. Yilni ham 3 ta ekan, so'rg'uchi ham. Erta tong bilan akalar siz aziz obunachilar uchun mehnatni boshladik. Xudo xolisa qo'llab-quvvatlab qo'yasiz, like bosasiz, do'stlarga maksimal videolarni jo'natib qo'ysangiz, siz aziz obunachilar uchun imkonni boricha eng zo'rlarini, yaxshilarini tug'ishni boshlaganlar. Eng asosiysi akalar 3 egizak. 3 ta tuqqan ona bola qo'ylarimiz bor, egizakchi ona bola qo'ylarimiz bor. Hammasini video syomkasini chiroyli yoritib beramiz akalar. Like'ni bosib qo'llab-quvvatlab turavering. Xudo xolisa siz aziz obunachilar uchun manfaatli, foydali video bo'ladi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum Ismoil Yuz kanali obunachilar, chorvachi qozlari, qo'zi qo'yish qozlari. Hurmatli obunachilar, bugun biz Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Saroy qishlog'ida Ilhomjon ukamizni qo'y firmasidamiz. Aziz obunachilar, xudo xolisa siz aziz obunachilar bitta like bosib qo'ysangiz bo'ldi. Men yaxshi qo'ylarni chiroyli video syomka qilishlik uchun qo'limdan kelgancha harakatimni qilaveraman akalar. Bugun to'liq ma'lumotni Ilhomjon do'stimiz shaxsan o'zlaridan chiroyli olib berishlikka harakat qilamiz. Assalomu alaykum, charchadim. Keldingizmi? Aka qo'ylar udori keldi. Og'rocha ko'rsangiz qo'ylar ham ko'p aka. 4 tami egizchi qo'yim bor, bitta 3 egizchi qo'yim bor aka. Ko'rsatamiz uni ham. Udorim, enasi ham, bolalari ham udor aka. Eng asosiysi narxlar har doimgidek arzon bo'ladi. Narxlar arzon bo'ladi aka. Qo'ldan kelgancha arzon qilib chiqaryapmiz, obunachilaringizga beryapmiz aka. Xudo xolasa. Hurmatli obunachilar, like bosib turaverasizlar. Birinchi partiyamiz soni nechta? Soni aka beyda 13 dona. Birinchi partiyamizga soni 13 dona hurmatli obunachilar, naqd bo'g'oz qo'ylar. Qo'ylarimiz ularga borot tug'ishni boshlaydi aka, xudo xolasa. Janaverlar. Mana qo'ylar ko'ring. Xolasa qo'ydi qarang. O'sha tulovlari mana boshlangan tagida mana shunaqa yung bilan qoladi akalar. Mana eski yungi bo'lsa mana qarang aka. Tagida mana shunaqa sim yungi bilan chiroyli bo'lib, xudo xolasa. Tagini ham ko'rsating aka. Yelni qarang aka. Bular ham o'sha tug'ishi yaqin qo'ylar, xudo xolasa janovorlar. O'zi Ilhomboy bu yerda hammasi yelin qo'zg'ab bo'libdi o'zi. Aka 10 tasi bor. Bir hafta demayman, 10-15 kunda xudo xolasa tug'ib bo'ladi aka. Hurmatli obunachilar, avvalo xudo lekin chekilib chiqmaganmiz, mana shunaqa qorinni ikki tomonga tashlab qo'ygan qo'ylarimiz aksariyat hollarda egizak bola beryapti akalar. Ichida aka 5 tasini egizchida bergan. Xudo xolasa, buni garantiya beraveramiz aka. Mana. Aka mana qaysi qo'yni ushlasa hammasi yelin qo'zg'ab qolgan. Shu yema yelin sog' aka mana, hammasi. Qorin tashlagan o'zi qo'ylar uchun naq bo'g'ozligini ko'z bilan ko'raversa ham bo'ladigan variantda imkoniyatingiz bo'lsa akalar, bu bo'g'oz qo'y oladigan ukalarimiz ko'plari o'sha lokatsiya orqali kelib ko'rishyapti. Siz aziz obunachilar ham kelib ko'rsangiz bo'ladi. Xo'p, nechinchi qoringa bo'g'oz aytamiz Ilhom? Bular aka 2-3 qoringa. 2-3 qoringa bo'g'oz qo'ylar yeb ichishiga sog'lik salomatlik kafolatlarimiz bor. Bir haftaga ularga borasini olishaveradi. Uyga borgandan keyin akalar bir haftaga bemalol sinab olsangiz bo'laveradigan variantdagi qo'ylarimiz. Naqd bo'g'oz qo'y. Xudo xolasa olib, maza qilib baraka topadigan yaxshi narsalar. Xo'p, Ilhomboy. Nech puldan qilib beramiz? Narxi yengil aka. Nech puldan bo'ladi? Boladan qilib aytaman. Endi konkret savdosida xudo xolasa. Aka bir yerga olsa 68 dan ketaveradi. 6.800.000 so'm. Telefon qilsa yerini qilib beradi. Dastlabkasi. Dastlabkasi O'zbekiston bo'ylab mening bo'ynimda aka. 12 ta viloyatga beplat. Yetkazib beraman hammasini olsa. Voy mashallah. Mana akalar. Dadil savdo, dangal savdo deymiz-ku aka. Mikin-chikinsiz, tudasiz 7 aka 1-2 minutda bu qo'yiladi. Ularga boradi. Ularga boradi tug'adi qo'y. Mashinada tug'ib olmasa akalar uyingizda tug'ib berishni boshlaydi. Xudo xolasa mana akalar, mana qarang. Jonivorlar. Ama narx chiroyli aytdi. Xudo xolasa haligi boshingizni qovoq qilib, bu yerda 7 million, 7,5 million deb tepadan pastga tushirib, ortiqcha vaqtingizni olish kerak yo'q. Bo'ladigan savdosini qo'yib beryapmiz. Endi Ilhomboy shundoq bo'lsa ham uka, bu bo'ladigan narxi emas, magazin emas. Aka bir yerga olsa, yerini qilib beraman. Savdosi bor, xudo xolasa ancha-muncha. Kelishamiz, telefon qilish olsin. Shunchaki ukalarimiz ishlari bityapti, shunchaki ukalarimiz bilan kelishilyapti. Xudo xolasa siz aziz obunachilar bilan ham akalar chiroylab kelishiladi. Telefon qilsangiz bo'ldi, aloqaga chiqsangiz, bog'lansangiz ishingiz bitadi. Ilhomboy donaga olishsa-chi? Donaga kelishamiz. Telefon qilish olsin. Ish bitadi. Bitiraman, bitta ikkita olsam aka. Katta ransa qilib yubormaydimi? Aka boladan qilib aytib ketay olsam. 7 milliondan tanlab olishaveradi. 7 million so'mdan olgandan tanlash. Bu bittasini tanlab olishaveradi aka. 7 million so'mdan olgan qo'yingizni tanlab xarid qilaverasiz akalar. Optim bir joyga olaman degan aka-ukalarimizga 6 million 800 ming so'mdan chiroylab kelishtiradigan joyi bor. Dastlabki masalalarimiz akalar O'zbekiston bo'ylab besplatni qilib yetkazadi. Loboy bittasini shu'yim aka. Tagini ko'rsataveraman. Eng qizig'ini aytaymi? Eng qiziqarli joyi mana hamma qo'y to'lovda boshlagan aka mana. Hamma qo'y mana to'lovda boshlagan. Xudo xolasa chiroylab bahorgacha tug'ib, tulab bo'ladi, xudo xolasa jonivorlar mana. Like arziydimi aka? Bitta like ni mixlab qo'ying. Qo'llab-quvvatlab qo'ying. Otangga rahmat degan so'zlar chiroyli kommentariyga yozib qoldirsangiz, mana shunaqa yaxshi video syomkalar siz aziz obunachilarimiz uchun
chiroyli qilib beramiz. Bizdan uzoqlashmang aka. Oldinda o'sha 3 egizakchi qo'ylarimiz ham bor, hamma turidan bor. Bugun akalar katta assortiment, juda ham ko'p qo'ylarimiz yetib kelgan. Hurmatli obunachilar, keyingi partiyamizga akalar oyoq qo'li uzun va hammasiga e'tibor qiling. Hammasi tug'ishga, qochishga oson varianti shu tikka dumbalardan ekan, jonivorlar. Keyin akalar mana kalla boshlariga ham bir e'tibor qilasizlar qo'ylarda akalar. Kallalari ham juda ham chiroyli bo'ladigan narsalar kelgan. Akalar mana qo'ydi qarang, mana yelin tashlab xudo aka bular ham xudo xolasa nah bular ham aka. Shu Janivorlar. bo'g'ozligi akalar ko'z bilan ko'rsangiz ham bo'ladigan variantda qarang. Voy maşallah. Xudo xolasa Qashqa endi bu ham avvalo xudo endi egizak tug'ib bersa yana ham yaxshi. Xudo xolasa aka. Bu ham yelin so'yatibdi aka. Uni qo'yam o'ta chiroyli. Uni qo'ylarim ham arang yuribdi aka. O'ta go'zal ekan mana shu qo'y. Qarang o'z tulogiga yergan. Ko'stelash kallalari odam juda ham qiziqtiradigan kalla boshlarini ham qarang, keyin mana oldi to'shlariga ham e'tibor berasiz aka qo'yladi. Qo'yladi mana shu tomonga e'tibor berish kerak ko'p hollarda akalar. Mana tagi akalar qo'lga yelin o'zib janob. Voy maşallah. Ha janivorlar. Qo'ydi sifat zo'r ekan Xonboy. Aka qo'ylarimni hammasi yaqin. Prekasi tug'man bo'yapti aka. Maşallah. Endi bo'g'oz sezoni ham sekin yakunlanyapti Ilhomboy. Shuning uchun sekin tug'averadi qo'ylar bundan buyon. Shunaqa aka. Qo'ylar tug'ishni boshlayveradi akalar. Olib imkoniyatdan foydalanasiz. Endi qo'zi sezonda o'sha 3-4 oylik qilib qo'zisini sotib olib, onalarni yana bo'g'oz qilib ko'paytirib yursangiz ham bo'ladi aka. Vaziyatga qaraysiz, xudo xolasa. Faqat qo'y olib hamma baraka topgan siz aziz obunachilar ham xudo xolasa chiroyli baraka topasizlar. Qo'yni lekin sifatiga отдельно bahosini berib qo'yish kerak. Sifat haqiqatan zo'r ekan qo'ylar, jonivorlar. Aka yoshlari ham 4 kishi bo'lak. Asosan ikkinchi qorin. Ikkinchi qorin aka. Asosan ikkinchi qoringa bo'g'oz qo'ylarimiz. Endi Ilhomboy buni hammasini bir joyga olaman degan kunlar sonni ishladik hozir bu yerda. Soni 12 dona aka. 12 tasini bir joyga olishsa. Ikkinchi kuni yo'q aka. Qo'lni bering. Bismillah. Qani? Bir yerga olishadi, dasturkasi O'zbekiston bo'ylab yetkazib beraman. 6 million 300 dan barbar aka. Yana xayri bor aka. Zo'r. 6,5 emas aka. 6,5 emas, 66 emas. 6 million 300 ming so'mdan yana telefon qilsangiz, chiroylab dasturkasini O'zbekiston bo'ylab besplatni qilib yetkazdirib, kelishadigan joyi bor. Magazin baho emas, telefon qilib aloqaga chiqib bog'lansangiz, xudo xolasa siz aziz obunachilarni ham ishlaringizni bitirib beradi. Imkoniyat bo'lsa aka, bunga meni o'zim shaxsan maslahatim vaziyatga qarabda endi hammani sharoiti har xil, lekin 12 tasiga imkoningiz bo'lsa, 12 tasini bir joyga oling. Bir joyga olib boqing, bozor uchurlarda ham video syomkalarni ko'rayotgan bo'lsalar, akalar bo'g'oz qo'ydan ko'ra ona bola qo'y narxi juda ham baland bo'lib ketgan. Arzimagan qo'ylar narxi ham 7,5 million so'm bo'lyapti aka ona bola qo'ydi. Shuning uchun mana olib, chiroyli qilib boqib, xudo xolasa ko'paytirib ona bola qilib sotsangiz ham foydadasiz, xudo xolasa ozgina mehnat qilib, bolalarni ozroq katta qilib aka keyin sotsangiz ham onalarni yana qochib qoladi aka, bo'g'oz bo'ladi. Bolalarni kattaroq qilib sotaverasiz 3,5 million nariverda qilib sotib, yana daromadasiz xudo xolasa. Har tomonlama daromad, qo'yda baraka ko'p. Ilhomboy endi qara, donaga olishsa. Donaga ham aka bularni 6,5 dan tillab olish olsin. 6 million 500 ming so'mdan xohlagan qo'yingizni, mana shu qo'ylarimiz ham sizga ma'qul kelgan bo'lsa, 6 million 500 ming so'mdan bemalol tillab olsak, vodiy bo'ylab yetkazib beraman, Toshkentgacha. Toshkentgacha bitta olsangiz ham vodiy bo'ylab Toshkentgacha besplatni qilib yetkazdirib beriladi. Qo'ylarni xudo xolasa bitta obunachimiz olib qo'yadi. Akalar zo'r qo'y, tavsiya qilaman. Imkoniyatingiz bo'lsa, ekrandagi telefon raqamlar 24 soat aloqaga chiqsangiz, chiroylab siz aziz obunachilarimizga lokatsiyalarni tashlab beriladi. Lokatsiya orqali kelib, ko'rib, xarid qilsangiz ham bo'ladi. Qo'y yoqadi, kelsangiz, misol bosib kelgan qadamingizga hech ham afsus qilmaysiz. O'zimiz obunachilar ham, sizga o'xshagan obunachilar ham kelib o'zimga ham aloqaga chiqishyapti. Qaysi qo'yxonada qanaqa qo'ylar bor degan talqinda telefon qilsam, o'zim ham yo'nalishlar beraveryapman aka. O'zim ham kelib savdosini qilib beraman. Tavsiya qilaman, mana shu qo'yni yoniga tepasiga olib kelsam ham uyalib qolmayman. Chunki qo'ylar sifati ham, holati ham hamma tomonlama zo'r. 6 million 300 ming so'mdan tavsiya qilaman. Gazini bosing do'stlarga, maksimum jo'natib qo'ying. Akalar meva berishni boshlagan, tug'ishni boshlagandan naqd yonida bolasi bilan olaman degan aka-ukalarimiz ham baribir ko'p obunachilarimizda. Mana siz aziz obunachilar uchun 5 dona akalar mana hammasini yonida bolasi bilan. Eng asosiysi bolalari, 2 ta urg'ochi, 3 ta qo'chqor akalar. Nechinchi bolalari Ilhomboy? Bular aka ikkinchi bolalari. Ikkinchi bolalari yonidagi, lekin bolani juda go'zal bergan. Qarang, tovlanisini jonivorlari yaxshi bola bergan aka. Mana 2 kunlik bo'ldi tug'ani aka. Yonidagi bolalari akalar ikkinchi bolasi jonivorlar. Dik ekan. Oyoq yaxshi qo'chqor bo'ladi. Qo'chqormi so'liqmi? So'liq aka u. So'liq urg'ochi, yaxshi qo'y bo'ladi xolos. Oyoq yaxshi narsa bo'lar ekan jonivorlar. Ilhomboy, endi buni yegizib-chiqizib ko'rgansan baribir. Aka somon demasa qo'ydi bekorga berdim. Yebichi vobshe dahshat. Ishtahalari yaxshi. O'zi urg'ochi qo'ylarimiz ishtahasi aksariyat holda zo'r bo'ladi akalar. Xudo xolasa o'zi yuz tuzilishga, chehrasiga ham bir e'tibor berib qo'yasiz.
Kecha kommentariyada bir kishi yozib, qo'yda chehra nima qiladi? Akalar bo'ladi qo'yda ham aka. Chehralari ochiq, qovog'ini solib turgan, qovoqlari shishib turgan, quloq shalpayib turgan qo'y bo'lsa, aka, undan qochaverish kerak. Chunki u qo'yda albatta qaytidadir bir ozgina kasali bo'lishi mumkin. Shuning uchun qo'ylar shu tomoniga ham bir qator ahamiyat berasiz. Chehralari zo'r ekan deganda shu sog'lom, yaxshi qo'y tasavvur qilib qo'yasiz, xudo xolasa. Xo'p, Ilhomboy. Nechta pul qo'yyapsiz endi? Aka, nima gap narxida? Albatta. Bir joyga olsak 7 milliondan ketdi. 7 million so'm. Ha. Ilhomboy, Bollarni ko'ryapsiz aka, xudo xolasa mana qo'zlar, qo'chqirchilar dollarda sotishadi aka, mana qara. Xudo xolasa. Yana yerda. Alloh. Toza 40 jun aka. Endi bo'g'oz Kimniga ham narxida shunaqa? qo'yamiz dedik. Bo'g'oz narxida Ha, bo'g'oz qo'y nechta pul qo'ydik bundan oldin? O'sha seni o birinchi partiyamizga 6 million 800 dan qo'ydik aka. bo'g'oz narxida qo'yish kerak endi buni ham. Bo'ldi aka. Keyin qo'lni bering. Qani? Gap. Bollar bonus oladi o'shanda aka 6 million 800 dan bir yerga olsa Samarqandgacha meni bo'ynimdan siqib. Barbar aka. Arslon izidan, yigit so'zidan degan joyda bo'ladi aka. Bo'g'oz narxida dedim, mana bo'g'oz narxida. Akalar 6 million 800 ming so'mdan 5 tasini olgan aka-ukalarimizga 3 tasi qo'chqor, 2 tasi urg'ochi, ikkinchi bolalari yonidagi, onalari ham yosh. Xudo xolasa aka yana bir oy chiroyli boqib tursangiz, onalari yana qochadi aka. Yana bo'g'oz qilib, ko'paytirib, o'zini ko'paytirib yuraverasiz. 6 million 800 ming so'mdan aka, dastavkasi qayergacha ketyapti shunda? Samarqandgacha yetkazib beraman aka. Samarqandgacha besplatni qilib yetkazdirib. Endi akalar O'zbekiston bo'ylab dastavkamiz bor. Buni soni 5 ta bo'lganligi uchun Samarqandgacha mana besplatni qilib yetkazdirib beriladi. Mana shu qo'chqorni ham zo'r tug'ibdi. Valloh zo'r bergan aka. Ana shu oq oyog'imiz sog'liqchi aka. Bu urg'och, ikkita urg'ochi va 3 ta qo'chqor. Dadillari qo'chqor ekan akalar. Zag'iga ahamiyat berasiz. Endi tanlab olasiz endi. Bittaga imkoniyatlari bordir, ikkitaga. 7 milliondan tanlab olish bo'lsa. 7 million so'mdan olishaveradi. 7 million so'mdan aka tanlab xarid qilsangiz bo'laveradi. Akalar bolalarni screenshot qilasiz, menga mana shuni bolasini onasi bilan ko'rsat yoki onasini ko'rsatsangiz, bolasi bilan adminni qilib sizga videolarni tashlab beriladi, ko'rib, yoqtirib bemalol xarid qilsangiz bo'ladi akalar. Like arziydimi aka? Bitta like qilib qo'ying. Oldinda yana partiyalarimiz. Qo'yda baraka ko'p deb shunga aytadi, akalar qarang. Bu yerda 4 ta ona, 8 ta bola, ya'ni akalar egizakchilarimiz. Egizakchi olaman degan aka-ukalarimizga tavsiya qiladigan qarang. Mana Qo'chqorchalar aka bu ikkovi. 3 kunlik oldi aka. Bitta chiroyli beribdi, vallahi qarang. Yaltirashini qarang, jinovarni. Xo'p, nechinchi vallahi Ilhom aka? Aka bularmi? Ikkitasi 4 tish, ikkitasi 6 tish. Ana aka ajraganda Ajradi. Mana shu 4 tish aka, bolalar ikkovi ham qo'chqor. ikkovi ham qo'chqor, ha, Qashqar bolalari. Bolalarni Mana sariqni ko'rsating. Bu 6 tish. 6 tish. Ikki bola sog'liq aka buni. Bolalari ko'paysin akalar, xudo xolsa urg'ochi bolalari sog'liq akalar. Xo'p, endi mana bu yoqda ham bitta ajragani bor ekan. Bu 4 tish aka bunimiz. 4 tish bu. Bolalari biri qo'chqor, biri sog'liq. Bir qo'chqor, bir sog'liq akalar mana. Xo'p, Keyingisi 4-inchisi. Mana akalar. Ana bolalar aka. Bolalar nima ekan Ilhom aka? Buniki ham biri qo'chqor, biri sog'liq. Qo'chqor sog'liq. Bolalar Bu nechinchi 6 bolalar? tish. 3-chi bolalari, ha? 3-chi bolalari. 6 tish akalar, 3-chi bolalari, xudo xolasa bo'lgan. Ana emishini ko'rsating aka. Inasi zo'r ekan. Mana shuni bolani zo'r beribdi-da, Ilhom aka. 3 kunlik oldi. Akalar mana. Ana bolalar aka. Alloh. Aza yiltirjun tajani birli. Alloh mana. Aha. Ikkalasi ham qo'chqorcha. Maşallah. Mana aka, bolalarni qarang, zo'r bola. Mana shular bor, qo'chqor. Bola degansi boshdan ma'lum deydi mana. Onasi ham zo'r ekan. Xullas, endi Ilhomboy bu yerda haligi obuna meni ham boshim aylanib ketdi. Obunachilardan ham bosh aylangan bo'lsa kerak. Qara, jonivorlar. Xo'p, Ilhomboy. Aka, o o'tib ketib qoldi. Ha, qaytib o'tib oladi. Nech puldan qo'yib beramiz bu egizakchilarni? Aka, bir joyga olishsa, oldi qotisi yo'q aka. Ha, to'xtadimizdan. 11 milliondan ketdi. 11 milliondan? Ha. Kalla olishga plus minus bor aka. O'tib berar ekanmiz unda. Ya, o'tib berar ekanmiz. Bo'ldi aka, o'tib beraman. Qani, qanchada o'tib beramiz-ku? Aka 11 milliondan liboyni olishsin. Tanlab olishsin. Tanlab olishsin. Bir joyga olsa aka bo'ladigan. Oldi qotisi yo'q aka. 10.5 dan barbar olishsin bersin mana. Mana bu gap boshqa bo'ldi endi. Voy. 10.5 million so'mdan akalar mana 10.5 million so'mdan mana 4 ta egizakchi. 4 ta ona, 8 ta bola bo'lib boradi aka. Aka liboy joyga bozorga ham, boshqa ham solishtiraveradi aka. Ilhomboy endi buni donaga olishsa, unisini yo bunisini qaysidir bittasi ma'qul kelsa-da. Aka qarang-da. Aha. Minusi ham bor aka. Mana qo'yimda olaman desa 11 millionga beraman aka. Hop. Nari qo'chqor bolani olaman desa ham 11 millionga beraman aka, qo'shqani. Qo'shqani, ha. Onani olaman desa 10 millionga beraman aka. 10 millionga ketadi bu. Sariq 10.5 ga beraman. 10.5 ga narxida ketaveradi. Hammasi o'ziga yarasha tosh tarozi bor. Bu degani aka optimaling bir joyga ketadi. Bir joyga olsa lekin aka maza qilishadi. Mana bizga ishqiboz bo'ldi.
300 ish urib ketdi bolasini qarang. Oxirigacha ko'rishsin, 3 egizchi bitta yakka bolali udaridan bor aka. Uni ham ko'rsatamiz, xudo xolasa. Ko'rsatamiz aka. Videoning ovoziga ham bitta baho berib qo'yasiz. Like bosib turing, oldinda keyingi partiyamiz aka. 3 egizchisidan so'ragan aka ko'ramiz mana. 3 tali mana qarang, jonivorni. 3 ta bolani boqadi. Ina ham o'ziga yarasha katta ekanda akalar. 90 aka enani bo'yi. Jonivor ham, onasi ham haqiqiy o'ziga yarasha katta. Uy, mashalloh, ehtiyot. Uy, ijra. Mana aka. 3 ta bollari nima bo'laydi, Ilhom boy? Aka, ikkita urg'och, bitta qo'chqor. Ikkita urg'och, urg'och bo'lgan zo'r bo'pti-da. O'sha uchzakchi qo'ylar ham noyob bo'ladi akalar, ko'paytirib yurasiz, xudo xolasa mana. Yana 4 kishi aka, ikkinchi bolalar. Onasini 4 shakillar, yonidagi bollari mana ikkinchi bollari. Bollariga ham bir e'tibor berasiz, yaxshi bola. Bir xilda katta qilyapti keyin aka. haqiqiy shuni aytmoqchi edim, 3 ta bolani ham o'ylantirmasdan chiroyli katta qilyapti ekan, u qarang. Mana. Zo'r qo'y ekan jonivor. Olib, maza qilib boqadigan qo'ylar jonivorlar. Endi bu 3 egizachimiz. Aha. Narxini nechga qo'yamiz? Aka o'zi bunga oldi qo'shib qilmaymi? Narxi balandroq o'zi. Ha, endi 3 egizachchi baribir o'ziga yarasha. 16 million bo'lsa beraman aka. 16 million so'm bo'lsa. Ha, dastlabki Toshkentgacha mening bo'ynimda. Yakkalinchi. Yakkalini aka, bola sirg'achi. Aha. Yana 4 tish. Buni 11 millionga beraman aka. Inshaalloh aka. 11 million so'mga bola, ammo haqiqiy inasi ham zo'r. Inasi nechta tish dedik? 4 tish aka. Ikkinchi bolasimi yonida? Ikkinchi bolasi. Yondagi bolalari akalar mana ikkinchi bolalari, xudo xolasa, inasi ham 4 tish, onasi ham o'zi zo'r ekanda, bolani ham shunga yarasha qarang. O'ta dor bergan aka. Olib, maza qilib boqaman, ko'paytirib olaman degan do'stlarga, oshna-o'g'illarga maksimalni jo'nating. Endi bu narsalar ham bo'ladigan to'chkasi emas, telefon qilsangiz jichcha-bichcha bir chiroyli. Kelishamiz aka. Xayriga yo'l qo'yib beriladi akalar. Imkonni boricha chiroyli video syomka qilishga harakat qildik. Maqsad nima bo'ldi? Maqsad siz aziz obunachilar uchun manfaatli, foydali video qilishga harakat qildik. Chunki siz aziz obunachilar qimmatli vaqtingizni biz behudaga ketkazish maqsadida emasmiz akalar. Ketkizgan vaqtingizga rozi bo'lasiz, qilgan mehnatimizga rozimiz, like bosib qo'llab-quvvatlayapsiz. Barchangizga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz aka. Shu bilan videolar o'z nihoyasiga yetadi. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, sog' omon bo'ling akalar.